O'zbekistonga ilk sayohati eng yaxshi mavsumga to'g'ri kelgan italiyalik sayyohlar bugungi milliy bayramimiz hisoblangan Navro'z bayramini xalqimizga qo'shilib nishonlamoqda. We are very happy to stay in Uzbekistan. O'zbekistonga ilk marotaba kelishim, ammo bu tashrif men uchun asrga tatiydi desam ham bo'ladi. Navro'z bayrami, liboslar, bu tabiat va insonlar, barchasi juda go'zal. Xalqingiz juda ham samimiy. Sizning ushbu milliy bayramlaringiz bizda katta qiziqish uyg'otdi. Ko'hna va navqiron Samarqandning durdonalaridan hisoblangan Konigil turizm qishlog'ida an'anaviy Navro'z bayrami ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Bugungi Navro'z kayfiyatlari juda ham a'lo. Havoni ham qarang, shunaqa bir quyosh charaqlab turibdi. Hammani yuzida kulgi, tabassum, milliy an'analarga, milliy urf-odatlarga boy bo'lgan Konigil mahallasida Navro'z tashkil qilinganligi hammani yanada kayfiyatini a'lo darajada bo'lishiga alohida urg'u berish kerak. Hammani Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Hammani har kuni Navro'z bo'lsin. Yaxshi, mana keldik Konigilga. Hammasi yaxshi. O'zgarishlar ko'p. Har bir mahalla o'zining milliy liboslari va milliy taomlari bilan bayramda ishtirok etib, kelgan mehmonlarga ko'tarinki kayfiyat ulashmoqda. Bu yerda eng qiziqarlisi bizni odamlarimiz Navro'z bayramini bilishadi, lekin boshqa davlatdan kelgan chet davlat odamlari juda ham katta qiziqish bilan bizni nimalarimizga, milliy taomlarimizga, bayramimizga qiziqishyapti. Navro'z tantanalari Samarqand tumani qatorida viloyatning boshqa ko'plab nuqtalarida davom etmoqda. دوستان محترم، گزارش هایی که حالا شما دیده ایستاده از باغ مرکزی استراحتی به نام علیشیر نوایی شهر سمرقند آماده کرده شده است. نوروز مبارک! Aziz yurtdoshlar, bu galgi bayram sayli o'tgan yilgi bayramlarga qaraganda a'lo darajada o'tmoqda, to'g'rimi? اگر تاریخ نوروز با 3,500 سال رفته رسد، همون انعنه، همون عرف و عادت ها امروز دوام دارد و آن را خلق ما نو کرده، علاوه کرده، با خوشی و خرسندی پیشواز گرفته ایستادند. Сегодня действительно как будто бы сама природа благоволит тому, чтобы этот праздник получился на все 100%. Веселье, радость сегодня царят здесь, в центре нашего города, на улице Алишера Наваи. И, как уже сказали мои коллеги, если сравнивать праздник с прошлым годом, то в этом году действительно и погода удалась, и практически все организации нашего города сегодня присутствуют здесь, на этом великолепном празднике. Navro'z ravon baxshat, sattobu tavon baxshat, bar piru javon baxshat, Navro'zi muborak bod, Firuzi muborak bod. Ko'pkarda to'daga kirayotgan otning oyoqlarini mustahkam qilib himoyalash ko'pkar bahslaridagi ilk jarayon. Upogada otni jarohatdan saqlaydi. Shu sababli otlar ko'pkarga oldindan tayyorlanib, och holatda olib kelinadi. Kecha qontardik. Shu qaraymizda qo'shilib, shu yemishini jey-jeyda berib, ertalab suv ichgan bo'lib kelyapti. Otni oyog'i lat yesa bo'lmaydi-da. Ishtixonlik Akbar polvon chavandozlarning 3-avlodi. U bugungacha ne to'dalardan solimni olib ketgan. Mehr tushganda. Shunday. Yosh paytimdan kattamlar ham shunday bo'lgan. Men bu topish narsaga men narsa uchun ko'pkara chiqmayman.
ota-bobomizdan qolgan urf-odat bu. Ishtixon tumanining Bo'ston kengliklarini erta tongdan otlar dupurining ovozi tutdi. Ko'pkari xalqimiz madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, bu musobaqada chavandozning faqat kuchi emas, chapdastligi ham sinovdan o'tadi. Tuyoqlarni yerga zar bilan urayotgan otlarning kishnashiyu tomoshabinlar hayqirig'i er yigitman deganini Ko'pkariga chorladi. Ishtixon tumanidagi Navro'z bayrami yurtimizda nom taratgan polvonlar ishtirokidagi uloq bahslar bilan boshlandi. Taniqli choparlarning har biri uloqni egallashga intildi. Azaldan faqat yuragida o'ti bor, g'ururi baland yigitlargina uloq chopish uchun davraga tushgan. 75 yoshli Yo'lg'osh O'narov ham 6 yoshdan boshlab chavandozlik qilgan. Ot chavandoz yigitning or-nomusi, g'ururi deydi ot ishqibozi. Chavandozlar o'zini masalan shu obro' uchun kurashadi, birinchi marta. O'zining onasi uchun kurashadi. Or uchun kurashadi. Ot zo'r bo'lsa, chavandoz ham zo'r bo'lishi kerak. Ikkovi ham birdek bo'lishi kerak. Biri yaxshi, biri yomon bo'lsa, u chavandoz bo'lmaydi. U marra qilinmaydi hech qachon. Bu ko'pkari bir ovda gap. Ovimiz borardan kelsa, Xudo beradi. Uloq Ko'pkariga uncha uzoq bo'lmagan maydonda karnay-surnay sadolari barchani Navro'z sayli tomoshalariga chorladi. Xalq sayli kuragi yerga tegmagan polvonlar bahsi-yu folklor jamoalarining kuy-qo'shiqlari bilan eng gavjum nuqtaga aylandi. Milliy merosimizni avloddan avlodga yetkazish maqsadida uyushtirilgan Uloq Ko'pkari chopqirlarni kashf etdi, uning ishqibozlariga zavq ulashdi. Dehqonchiliklarning boshlanishi. Dehqonchiliklarimiz yaxshi bo'lsa, mo'l ko'lchiligi bo'ladi, baraka bo'ladi. Hammani kayfiyati a'lo. Ishqanliklar bugun zo'r kayfiyatda yuribdi. Yurtimiz tinch bo'lsa, elimiz farovon bo'ladi, yaxshi kunlar ko'p bo'ladi, to'ylar bo'ladi. Hamisha tinchlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, el boshimiz omon bo'lsin. Kurashamiz nasib bo'lsa. Endi Xudo kuch-quvvat bersa, bir ikkitasini yengamiz nasib bo'lsa. Saylda tuman hokimi ham xalq bilan birga bo'ldi. Barchani yangilanish ayyomi bilan tabrikladi. Navro'z sayllari tashkil etilgan Ko'pkari, kurash, chillak, arqon tortish kabi milliy o'yinlar bilan ishtixonliklar uchun uzoq vaqt esda qoladigan bo'ldi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan. Hunarmandchilikning kashtachilik turi bir necha asrlardan buyon yurtimizni olamga tanitib kelmoqda. Samarqand viloyatidagi an'anaviy Navro'z bayramlarini milliy hunarmandchiligimizsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Hunarmandchilik kasbiga bolaligidan mehr qo'ygan qahramonimiz bugungi kunda kashtachilik va qo'g'irchoq do'stlik turida faoliyat olib bormoqda. Kashtachilik yo'nalishi mana shu ona meros menga. Mana bu Samarqand kashtachilik Samarqand viloyatidan bo'lganligim uchun Samarqand kashtachilik yo'nalishini tanlaganman. Kashta tikishni, ip egirishni onamning ammasidan o'rganganman. Begizat kashtalarga. Bugungi Navro'z bayramiga o'zini qo'l mehnatlaridan tashkil topgan ko'rgazma bilan ishtirok etayotgan Lola Bultakova mehmonlariga ko'tarinki kayfiyat ulashmoqda. Butun dunyo bizning mana shu Samarqand sivilizatsiya o'chog'i deyilganmi, kelgan turistlar baribir qo'l ishiga, juda ham qo'l ishiga ahamiyat beradi. Keyin ta'zim qilib ketadi. Ta'zim qilib, men ular ko'rib ta'zim qilganligi uchun juda ham xursand bo'laman. Bugunidan mamnun, ertasidan ko'ngli to'q insonlarga xursandchiliklar, shodiyonalar tatiydi. Xalqimizning baxti shundaki, bu yil ham yilboshi bo'lgan Navro'z tinch, xotirjam, dillarda hayajon, ezgu orzu-niyatlar bilan kutib olindi. Navro'z o'z kuni bilan yangi kun, yangilanish degani, to'g'rimi? Shu bilan munosabat bilan Samarqandning barcha yoshlari milliy libosda, milliy qadriyatlar, milliy o'yinlarimiz aks etgan holda ajoyib ko'rk, ajoyib baxsh etmoqda. Mana shunaqa hunarmandchilik mahsulotlarimiz bilan qatnashyapman. Bayram juda ham keng bo'lyapti. Xalqimiz bilan keng yorqin kayfiyatda nishonlayapmiz. Badiiy dastalar, folklor jamoalari, iste'dodli yoshlar va mohir sportchilarning chiqishlarini o'zida mujassam etgan Navro'z sayli dasturlari respublikamiz bo'ylab davom etmoqda. Hozirgi kunda bunday asboblardan shug'ullanganlar juda ham kamayib ketgan, deyarli yo'q desam bo'ladi. Lekin mana bugun Navro'z bayramida biz o'z milliyliklarimizni shularda aks ettirib bermoqchimiz. Bu yerda qizlarimiz
qo'l kubi yordamida bunga qadimda momolarimiz ayron solishgan va sariyog' olinadi bundan. Bu esa kelik-kelsop deb nomlanadi va bundan makkajo'xorini solishib, ezishib, bundan go'ja tayyorlangan. Navro'z sayllari xalqimiz qalbini beg'ubor quvonchlarga to'ldiradi. Viloyatning turli nuqtalarida boshlangan bayram sayllari ko'tarinki ruhda davom etmoqda. ما از ایتالیا می باشیم و دو روز می شود که در سمرقندیم. اینقدر حشمت و زیبایی رو دیده خیلی حیران و خرسند گشتیم. آدمانتان مهربان، صمیمی بودند. شهرتان دلارا، نوتکرار است. نوروزتان مبارک. Pacifico e meraviglioso. Auguri. Grazie, auguri anche a voi. Buona festa del Navruz. Buon Navruz a voi. Grazie mille.